İkinci Dünya Urushi en ahırkı basışqa kirdi. Sovet kız armiyasi Germaniya imperiyasining chegarasiga yaqinlab keldi. 1944-yil 11 ayning 8 kuni saharda 5 kishi oldingi saf liniyasiga uchib, Germaniya ishg'ol etgan rayon Polshaga ishg'irlab kirdi. 5 kishining ikkisi bir qatimki vazifaning mazmunidan xabardor edi. Ular Georgiy, Germaniya Kompartiyasining a'zosi 1939-yili Sovet ittifoqiga qochib qolgan. Boris, Sovet kız armiyasining Jongoy darajalik razvedchi. Qolgan 3-chi Ernest, sobiq Germaniya armiyasining Shangui. O bir yıl burun tarmar kılınan qo'shinni boshlab Sovet kızı armiyasi tarafga o'tgan. Henry, gruppining eng yosh a'zosi, sobiq Germaniya armiyasining 2-darajalik askari. O Sovet ittifoqi urush maydonida asirga tushgan. Yang, mol kurash tajribasi ega polshalik partizan. Aeroplan nishonga yaqinlab qolganda nemis askarlarining to'qqitishiga uchraydi. Bu 5 kishi yot rayonga sakrashga majbur bo'ldi. Georgiy egri yardım Grupning boshqa a'zolari bilan uning aloqasi uzilib qoldi. Ular bu maxfiy vazifani ijro qilishga kirish bilan mag'lubiyatga uchraydigandek qiladi. Tapşırıvağa yol yoruq bo'yicha sizlarga yordam qilay. Amal bor yordam qilaman. Sizlar nimani o'qimoqchi? Biz Vishniskini izlab kelgan. Men shu. Lyudiya Vishniski bo'laman. Bizning izlaydiganimiz er kishi edi. Ismi Vishniski. U qadimgi shahar Velichkining Krakovskiy kotisi. 17-numurli qorovda o'tiratdi. U burunqi adresimiz. Mening qo'sh kezak. 2 akam bordi. Birisini yaqinda tutib Germaniyaga olib ketishdi. Yana birisi-chi. Biz dal shuni izlamoqchi. Necha kunlikda qoldi. Tirik murdoqliq o'xshab qoldi. U hozir nada? Onun Nimcan tinini demsiz. Bu yoqqa kelinglar. Pastga tushib, turubidan o'tgandan keyin so'lga burilib o'dilmanglar. Bilavatime, sizlar mening do'stlarim. Yaqinroq kelinglar. Sizlarni ko'rolmayaptime. Mening ko'zim qadin chiqqan. Sizlar meni yashangan odamga deb qolmanglar. Men sizlardan ancha cho'ng emas, biroq mening jismim o'lgan. Men halokatga olib boradigan maxfiyatlikni bilganligim uchunla mushundaq baxtsizlikka uchirgan. Buningga nima iloj? Siz kim bo'lasiz? Mening ismim Vishniski. Malik Vishniski. To'xta. Mena. Mena.
Lodiye belki bir vatıda. İş vakası yok. Vakit bahtığı. Qani o'tiringlar yo'ldoshlar. Do'stlarimning aytishicha, sizlar bir nim izda aytibsizlar. Men sizlarga yordam qilaman. Nemislar yasagan bir maxfiy qurilishdan sizning xabaringiz bormi, Malik? Va'da o'tisizlikni demsizlar. Siz uqamsiz? Mening va'da o'tisizlik qurilishda nima borligidan xabarim yo'q. Lekin qurilishning shuatligini bilaman. Bu qurilishga men qatnashgan. Mening bu turqimni sizlarni ko'rib turibsizlar. Mana bu menga shu qurilish deb kelgan balo qazo. Ko'plarimiz o'xshash bo'lmagan kasbiy iqtidor va kasbiy bilimimizga asosan tanlab kelingan tuq. O chaqda men elektr mexaniki, elektrlik avtomatlashgan bexatar uskunalari mutaxassisidim. Inim, singlim, men 1939 yildan boshlab fashizmga qarshi harakat qatnashgandim. Bir qatimliq tuyuqsiz tutqunda baxt qarshi fashistlar meni tutib ketdi. Ular meni vadovetisga ep kelgan chaqda bu qurilish qatnashganlarning hammasi o'lib ketibdi ekan. Fashistlar ularni ahvoldan xabardor xatarli kishilar deb o'ldirib yutibdi. Ular ana shunday yo'qolgan, tugashgan, mangu chimiqqan. Shunday bo'lgan. Shu chaqda bu qurilish qatnashganlarning qanday oqibatga qoladiganligini va o'zimning eng oxirida o'ldirilganligimni faqat uqmaydim. Men bosh ko'tarmay ishlashni bilardim. Ular meni har vaqt nazarband qilib, bir minutni yolg'iz qo'ymaydi. Diqqat! SS-chilar ofitserlaridan yetishdiğinin duyacağını, Hok bilen ikinci darajalik zarbadorning cho'ng duyacağını Bazil pat-pat kelib qurilish suratini ko'zdan ko'chirib turadi. Shunisi qiziq, heliq pomzak bosh, paq ko'z ikinci darajalik zarbadorning duyacağını keyin cho'ngchilik salohiyati bilan o'ttirg'i chiqdi. Har qatim bu odam oldinda paydo bo'lganda tinim surkinadi. Bu uning do'stona bo'lmaganligi yoki pozitsiyasining qo'polligidan emas edi. Aksicha, u menga doim silliq muomala qiladi. Lekin u gap qilsa, badallarim tikkallashib ketadi. Qachon bitdi, Vishnisk efendi? Yana 2-3 kunda bitadi jonchi janoblari. Yaxshi, nayt yaxshi. Xotirjam ishlayvering. Bu odamdan nemis qilmoqchilar qo'rqadiganligimni keyinchi tushundim. U halokat olib keladigan vahshiy yalmog'iz. U doktorlik kiyimini kiyib olgan jallodgan. Siz u yerda ular keyinchi ishlatishga o'rlashtirilgan biror uskundak narsani bayqamadingiz? Xatchaklarni qo'yish va orxiv ombirga ishlatishga omborga nurg'un ishkablarni o'rlashtirganda qilgan. Lekin bu mening farzim. Kepimga quloq solinglar yo'ldoshlar. Men eng oxirgi kuni avtomatik qopqoqning vakilchatini bekitib o'tdim. O avtomatik qopqoqning nimaga ishlatilganligini men bilmaydim. Bilishni xohlamaydim. Mening o'ylaydiganim faqat ishni tugatibla bu sirliq zindondan patroq ketishdi. Yiqilib tushmaslik uchun birsi meningdan burun quduqning ichiga bir joz o'rnatganka. Men belindagi og'amchining bir uchini jozga bog'ladim va ishni tugatgandan keyin heliqi og'amchini va oshqan toksimini quduqning og'ziga cho'qchib turgan toshga ilib qo'ydim. Shu chog'da manda qo'rqinchli va rayimsiz ishlarning meni kutib turganligini zot uqmagan ekanman. Cho'ngshi janoblari sizni ish tugandan keyin jozib pastga tushirvasin deydi.
Qandaqaroq Vishniski apandi? Hem iş tügüdü Cumhurbaşkanı Cenapları. Ha. Bo'ladigan turamdi. Elbette buldu. Ben de kapkakını sınav qilib bakmadım ama Kezmen yaxshi buldu. Undaq bo'lsa, men sinab qilib boqay. Vishniski apandi. Ma'qul emisi. Yelmirish qapti Vishniski apandi. Cho'ngroq lampochka o'rnatmabsiz-da. Yüz wattlik bos bo'ladimi? Bo'ladi, almashtiring. Oldu mu? Bo'ldi. Nəhayət yaxşı bo'ldi. Joyingizda sal tutib turing, Vishniski apandi. Hep belli. Mana shundaq tursangiz, toza joyda turgan bo'lasiz. Mana endi knopkani bassamla, qapoq o'zligidan ochildi. Agar bu ishni inchiklik bilan ishlagan bo'lsangiz, Vishniski apandi. Medirma. Qo'rqyapsiz? Qo'rqma, Vishniski apandi. Bu yer ilgari butunlay ko'ndi. Ko'mirg'o qizilib bo'ldi. Biroq maslahatda ancha yuqori bo'lmadi. Hozir ishmi tugadi. Siz tushmoqchi bo'lgan bu quduq necha yuz metr cho'nqur. Bu yer ilgari tik quduqdi. Siz buning ostiga tushib kelsangiz, hargiz tirik qolmaysiz. Yerimga barabarmaylar jiningiz chiqib bo'ladi. Ölmey qalsanız, qatqiya düşmeysiz. Miliqlab ketgan jasadlarning orasiga, sizdan burun u dunyoga ketganlarning orasiga kirib ketsiz. Ular o'lishga haqliq. Chunki bu qurilish bitta emasmi? Däl şu çağda men bu adamның saranlığını, nervisining butunlay buzilganligini, yoki bo'lmasa faşizm uni vahşi yırtqıçның sığırga aylandırıp qo'yganligini tushungandim. To'g'ri aytdingiz. Bu faşistlarning tabiati. Şuna biz ularga qarshi kurash qilib, oxirgi qalbini qo'lga keltiramiz deyapmiz. Kurash qilib xalqni ozod qilaylik. Siz Rossiyalik o'xshamamsiz. Shundoq. Kurash qilish sizlarning qudratingizga yetadi. Ayni vaqtda men yugurib qopib, uning qonini boqqida qudratim yo'qdi. Unda qilganning foydasi yo'qdi. Shunga men bu yirtqichga ko'zini chakchaytib qarab turishdan boshqa amal qila olmagandim. Dinga ishonamsiz? Vishniski apandi. Cumhurbaşkanı Cenapları. Dinga ishonma. Undaq bo'lsa Allohga iltijo qilib baqing. Balkim Alloh bir karomatini ko'rsatib qolar. Bazı xato mo'ljalligandi. Men uning aytganidek qop beliga bormayla o'lgunim yo'q. Yoki bo'lmasa ilgari ziyonkashlik uchirgan taqdirdoshlarimning ustiga tushkunim yo'q. Ko'r og'zidan qaytish degan shuda. Chunki jazlarning ba'zilari quduq temi bilan yon tarafdagi xon yo'lning o'ttirisiga ilishib qolganki. Shunga bara oslab oxiri bir yerga ilishib to'xtab qoldim. Shunday qilib qancha soat yoki qancha kun yotganligimni o'zimmi bilmayman. Men hech nima sezmaydim. Pastga tushib ketib qandoqlarcha og'amchi qo'limga chiqib qoldi ekan. Bir vaqt ko'zimni ochsam, badallarim shundoq siqrab og'rib yetibdi. Aslida umurtqalarim butunlay kodin chiqqanki.
Bu nemi iş Bazil? Bu mümkün emas da. Yerim yat çıkıp koyup siz kadirligim. Hiç bo'lmaganda 40-50 metr yerga tushgan bo'lsa, ondan uchi qatdi bu adlah. Granatni bir necha kilim. Nereden ekilime? Nereden ekilimen? Nereden bo'lmoqchi? Ustiga chiqib qorovulning qishidan kelmabsiz. Yana nereden bo'libdi? Meni jazdan serilib ketayotgan gavda o'zimga sodili bo'ysunmaydi. Faqat yashashga bo'lgan istak meni ana shundoq tutib turyotadi. Qarasam qishimdagi ilqi yon tarafga so'zilgan xon yo'lida chiqish eg'izi bor ekan. Shuning bilan men shu yoqqa qarab o'mlashga boshladim. Ölmeginni ko'rib baqay. Men yana o'shimdan ketib bir necha soatgacha hech nimani to'ymayotgan bo'lsam kerak. Bir chog'da yana ing'irg'ili turib edim. Buni Bazil anglab qopti. Üstümdeki kapqa qayta echilgan chog'da o'shimga kelib qarsam, tek hayot gelme. Qarg'u chashqanga o'xshash temiz qilib yurib, o yon o'milib, bu yon o'milib. Oxir egiz bas xon yo'lidan o'tib sirtqa chiqibdimi? Arliqda 500 metr mangdimmi? 5 kilometr mangdimmi? Ish qilib 20 soat o'tdimi? Yoki 20 kun o'tdimi? Buni bilmayman. Ko'nglimga yashashdan boshqa xiyol kashmaydi. Bir chog'da qarasam, bir o'tloqqa chiqib qoldim. Keyin shu yerda o'ynayotgan bir qizchaq meni ko'rib qopti. Men şu balının yardımı arqılıq bana yar yülək boğallar bilen alaqa bağladım. Siz köpçe patatıpsız Malik. Ben ölüp ben tirildim dana. Faşistlarını cezmen yokutuş gerek. Silahıyla bazını tapmakçı.
Jazman shu joy bo'lsa kerak. Sizlar u maxfiy qurilishga kira olishinglar mumkin. Biroq uning ichiga kirsanglar, qanday qaytib chiqsizlar? U yerdan chiqish hargiz mumkin emas. Chiqqan taqdirdami, menga o'xshash bo'lib qolasizlar. Faqat bo'lmaganda siz chiqqan yerdan kirsakchi, Malik. Avval bir kirib boqayli. Bo'ladi emisa. Sizlarga qaysi jihatdan yordam qilaman? Eliq qizchaqa uchrashgan yer esingizdami? Ha, rost. Shu yerni sizlarga aytib beray. Eliq qopqoqni kontrol qilish elektrlik uskunichi. Siz mutaxassismi? Injener. Yaxshi. Emas aytib beray. Siz xotirlayverin. Bugun qo'llangan shartlik belgimiz dala yangını. Bizning askarlarimiz har bir so'ngya, har bir eg'iz o'y uchun qon kechib jang qilyapti. Agar askari kuchni to'plab, oldingi hisobni kuchaytiramiz deydiganmiz, bu joydan voz kechishimizga to'g'ri kelir. Undaqda bu ya'ni ko'ydirib kulga aylantirib o'tishimiz, hamma yerga zahar chechib o'tishimiz kerak. Bundan keyingilar ibrat olsin. Bu planni talto'kis ishga oshirish uchun mayli muhim ish, mayli odat ish bo'lsin, asdan chiqarishga zodi bo'lmaydi. Tafsiliy harakat plani qilinglarda. Zavodlarni portlatib o'tish kerak. Qon quduqlarini suvga bostirib o'tish kerak. Kentlarga bakteriya chekish kerak. Ondaqda fuqarolarni qanday qilamiz? Bu masala imperiya ammonlikni saqlash idorasining yo'l yo'rig'ida tafsiliy tushuntirilgan. Hozirdan boshlab ishg'oliyat rayonlaridagi fuqarolarni ochliq bilan ta'minlash to'xtatiladi. Davlat mudofaasiga ta'sir ko'rsatadigan muhim zavod korxonalar buning sirtida. Germaniyaga to'shiladigan turmush buyumlari va ishlab chiqarish materiallarining surati teziltirish kerak. Buningdan qaraganda Rossiyaliklar keng doirali hujum qozgan do'qonda Harbiy ishlarga oid strategik vaziyat haqida Jitanjun axborot boshqarmasining tunishtirishini aldinglar. Bizning qo'shimcha fikrimiz yo'q. Mening demoqchi bo'lganim 14-betdagi 8-tarmoqning 1-moddasidan 5-moddasigacha bombardimon qiladigan nishonga kelsak, bizning harbiy aerodromda qolgan benzinmi tayinliq. Uning ustiga piyoda qismlarga har kuni yordam berayotgan ko'rashchi aeroplanlarga mo'may lozim. Undaqda siz hozir bu benzindan azroq qoldirib qo'ying. Ammo o'zingizga bilingan nishonni jazman talto'kis bombardimon qilishingiz kerak. Dala yong'ini plani oldin ijro qilinish lozim. Turli tayyorlik xizmatlarini darhol boshlash kerak. Vazifa ijro qilish haqidagi dokladni 4 kundan keyin avatinglar. Sizlarga ehtiyojli moddiy ashyo va xodimlarni Jitanjun chiqardi. Masalalar ko'rilsa, Velishki favqulodda qo'mondonlik shtabiga kelib meni tepinglar. Janoblar, topshirib olgan buyruq bo'yicha harakatlaninglar. Mening qo'mondonlik shtabim yetakchilik qilish va tanishishga mas'ul bo'lishdan tashqari yana buyruqni ijro qilish ahvolinglarni tekshirib turadi. Janjun janoblar va ofitserlar, rahmat sizlarga. Men har qaysinglarning boshdan oyoq eg'ishmasdan buyruqni shartsiz ijro qilishinglarni, ojiz nuqtalarni qilcha yushirmay doklad qilishinglarni umid qilaman. Shundaqla hammanglarning zich hamkorlashinglarni umid qilaman. Undaqda oxirgi ish bilan qayaga chiqqili bo'ladi? Hech narga chiqqili bo'lmaydi. Uning o'zi bir hiyla. U yerda hech qanday chiqish eg'izi yo'q. Keyin yasagan bo'lsa bilmadim. Mening esimda qolganlar shu. Lekin shuni o'ylab qo'yinglar yo'ldoshlar. Bu ishlarga bak uzun bo'lib ketdi. Mening xotiram ojizlashib ketdi. Endi yaxshi bo'ldi. Bularning bizga foydasi bor. Aytinglarchi. Inim to'g'riliq bir xabar oldinglarmi? Uni nemislar tutib ketgan. Qani rost gap qilinglar do'stlar. Inangiz o'lib ketdi. Qurbon bo'ldi. Qochib ketayotganda etib o'ldirildi. Lyodiya belgi beryapti. Uning ismini almishdan vaqt o'tib qoldi. Sizlar rastilla iliq arxiv birini topmoqchimi?
Agar boshqa amal bo'lmasa, beringlar. Faqat o'z hayotinglar badiliga boshqalarning hayotini qutqiza olaysizlar. Enimning o'lganligini Lyuriyaga aytmanglar. O bak bir aram bo'lib ketdi. Mendimi o'ta azoblanadi. O biz uchun zo'r mas'uliyatni ustiga olgan. Yana bir ishni aytmabdiman do'stlar. Menda konkret isbot yo'q, lekin his qilishimcha SS-chilarning katta boshlari yilqi ko'rga qarta o'zaro sir tutishadi. Bir-biriga ishonmaydi. Yig'in tugdi, muavin boshliq. Boshqa hech qanday ish yo'q. Hech qanday masala ko'rilmadi. Hamma ish ko'ngildagidek. To'g'ri, muavin bosh qo'mondan. Biz Telegram orqali sizga tafsiliy doklad qilaylik deb turdik. To'xtab turing, xotirli bo'lay. Qani, so'zlang. Nem bo'ldi, janoblar? Sizlar yangi vazifa taqsimotiga norozimi qanday? Tövenge tushib parçalan tutuşu chiqqidekmishmi? Bu o'rinlashtirish pishqan bir marganni toshqan tutishib salgandek ish bo'ldi. Bu o'xshishingiz joyida bo'lmadi, o'rinchi. Mushkunda shundaq nachar ovchilarni alaydi chiniqqan usti marganlarga aylanayotmamdi. Xo'p, muavin bosh qo'mondan. Buyrug'ingizni kutaman. Siz birsini evat deb telefon simini uzdirib o'tdim. Xo'p, Dadijon. Tunögün men sizni qadaqdek deb qo'yganda rad qilgan bo'lsangizmi? Bugun o'rnini to'ldirib olsak bo'laverdi. Chunki siz qandaqli bo'lmasin men ham qo'l ostimda-da. Qandaq deysiz? Avval men ishimni tugitay, ondan birnim deyishaylik. Telefoningizda so'zlashib olsam bo'lamdi, qadrli Fernit. Albatta bo'ladi, xizmatdashim Xovk. Siz menga Imperiya Markaziy amallikni saqlash idorasining 4-bosh qarmasini aytib bera olamsiz, Vesnir xonim? Sizga o'xshash shahar mudofaasi qo'mondonlik qilish majburiyatini ustiga olgan kishida hammani gumron qilaligida tayyorlik bo'lish kerak. Men Imperiya amallikni saqlash idorasiga vakolatan sizning ijro qilish to'g'risidagi dokladatingizni kutaman. Kechikanda mutotganda qolmasin. Mas'uliyatni ustingizga oladiganlar bo'lsangiz, konubkini bassamla ham ish tugaydi. Bu xonimning ismi Fon Teshintov, Dadijon janoblar. Men bilan paranglashadigan jiddiy ishingiz bormi? Hozir jiddiy ishim bor. Tushdan keyin soat 2 da restoranda qahva ichishga paranglashsak. Parashochalar korpusini izlash tabira yangi ahvol bormi deb janoblari? Hozir o'zimizning ishga yetishmay varsak, parashochalarni izlashga nada cho'ladaysiz? Bu boshliqlarning 5 tasqat. Bugun tanishtirgan ahvoldan qaraganda bir necha buzg'unchi unsur umumiy vaziyatga ancha chong ta'sir ko'rsatmaydi. Ularni bir axli qapqon tushas bo'lmadim. Mana. Dalmashada yetakchi duyning duyjinga xo'q bilan Vesnir mushcho'zda o'tiribdi. Ular nima bilan deyishdi? Uqamadim. Aralığımız yiroqdi. Ular shundoq yaqin o'tirishibdi.
Bir-biriga choplashib olaylik deb qapti. Shundoq yaqin o'tirib bir nimalarni deyishdi. Nahaytimi yaqin o'tiribdi. Siz Vesnerni muhabbatlashib yetibdi demoqchiman. Amisi muhabbatlashmay yana nima qilmoqchi? O'ynash haqida paranglashib yetibdi demoqchiman. Bundaq ish deganni biror samonliqni tepibmi? Endi bo'ldi qilayli. Qaraganda bu ish tasavvur qilish iqtidoringizni xil oshiribdi. Bo'ladi. Buning bir masala deb turaylik. Yana bormi? Textinogun kashf kishni demaysiz. Dana. Akşam birisi keptim. İkinci dereceli zarbadar dönüng jong deyçim. Taqdirqim başqacha. Doğulaq kelgan taqirbaş adam. Uçsizli SS'chilarning apisar kiyim. Ishqi bir yeri qalti. Ordeni bormi ekan? Bakan. Xeyli ko'pkan. Biroq oldingi sapning o'rni emas ekan. U apisar shu yerda o'tiradi. Ang'ich xo'xlab esnir chiqib kelib, o'salib qoldi o'g'ay. Xo'kuninglar ikki og'izli bir nima deyishdi. Qaraganda bek ochiq kelgan bo'lsa kerak. Gapini anglayaldingizmi? Yo'q, anglayolmadim. Ikki og'izli gap qilishdi deb hayron qolgan bormi? Xo'k uningga qaygan bo'lsa, bu odat ish bu. Uning aqidini nimish bo'lganligini demaysiz taxi. Heliq odam xo'k bilan ko'rishganda uchtida SS'chilarning apisar kiyim botdi. Keyin qarasam davlat armiya mudofiasi doktorining jumshilik kiyimini kiyibdi. Qarang sizni. Sizga harbiy unvon qilmabsiz ya boshqa birsiga o'xshatibsiz. Qaramamsiz. Shundaqmi g'alati ishlar bo'ldi ekan. Hayronlik qilyapman. Ya'ni kelib meni xato ko'rganimmi yo'q? Siz vadovatis degan so'zni anglaganmi, Tishindovxonni? Anglamagan. Uning bilan boshqacha aloqam yo'q. Vadovatis u harbiylar turishlik o'ringa. Bu yerda bir sanatoriyalar va bir harbiy davolash asboblari amridan boshqa hech narsa yo'q-ku. Bo'ldilar. Elaqa porjunshi keyin qayoqqa ketdi? Shahar qo'rg'onida 3 chaqliq motoni to'xtatib qo'yibdi ekan. Shuni minib ketib qoldi. Numar nechga? Uqmadim. Barlig'imiz bahira qo'g'ashqa ko'ramay qoldi. Allohim qiz, gaplaringiz sapli yerim yotib tursa, buni men nima deyman? Harbiy kema haqida deb bergan mush gaplarni ko'pay qilmamdi. Men obro'yliq ofitser oilasida tug'ilganman, yo'ldosh Fernet. Harbiy kiyim men uchun muqaddas narsa. Uzun yillardan buyon oliy bosh qo'mondonni qo'g'dash yo'lida partiya sepida kurash qilib kelyapman. Lekin ba'zilar oliy bosh qo'mondonning kiyimini dapsanda qilyapti. Xarlayapti. Ilgari bundaq ishlarni zotli anglab baxmabdi ekanman. Sizmi bu haqda ko'proq o'ynab baqasiz? Nemeni yo'shirvatsa? Sizning koringiz bo'lmasin, ammo. Yeydigan narsa? Ya, Prem. Sizga bir muncha konserva bilan shakar bergandim-ku. Vodkadan ozroq ichaychi. Shkafning ichida.
Bir yutumla içseniz bula. Qanchalik chalishimni o'zim bilaman. Seni qinandimichi qara-qaraqni ichib o'taymi? Shuncha yillar o'tib ketdi, qorong'im ko'gilinmaydi. Endi qaytib kelib qishim turyotdi desam, otqachil qilyapsan-ku. Ish qilib ziyni tegmas, ammo. Xudo bandasini o'z rizqi bilan yaratgan. O'zimni kimga vaqtirsam menga baribir. Şoğunisi Xudodan qalsa, men bo'lganligim uchunla kuningiz obdan ketyotdi, hamma. Shuning shukr qilsangiz bo'la. Biraz sen so'rab qasnim deymi? Kim so'ramoqchi? Qo'shnilar. Bu yerdagilar meni tonimaydi. İlgirsen bu yerga harbiy kiyim bilkagan tursam. Hozir men puxra. Saqlimni qo'yib olsamlar bo'lmadimi? Qurolingni yoshirib qo'ydingmi? Bo'ldi qiling amma. Endi bo'ldi qiling. Bo'lmasa shika bilan aroqni elib boshqa yerga ko'chib ketaman juma. Sening deganlaring o'rinliq. İki putum gölge sangılgan çağda. Bu iş bile. Karım nime? Arağında yiyen bir şutum içe-iç. Siz mi dadamga o'xshash o'zimli bo'lsam deydigan toza bir tarsa hiligarkansiz. Hiligarkansiz. Biz hammamiz hiligar. Senmi shu? Hiligarlik qildim deb bek ishib ketmagin o'g'lim. Ba'zilar bizdimi o'ta hiligar. Esingda bo'lsin, bu so'zlarni hammang da'vatidi. Gitlerning odamlar bilan eg'iz yolishib yuravermagin. Anlasam, nemislar bu yerdan pat yaqin ketadigan-ku. Kim shundoq deydi? Hamma odamni oz shu gap. Bekor gap. Bekor gap bo'lmasa-chi? Bo'lmasa ular chekina. Sen qada qilsa? Men meshada qolaman. Ish qilib bu mening yurtim. Yurtim. Xuddi yurtga kuyinayotgandek davotgan gapini. Endi bir kuyni boqay deyman. Mayli kim kas kelaversin. Ruslar bo'lamdi, polaklar bo'lamdi, yoki negerlar bo'lamdi. Ish qilib men ketmayman. Polakchining men nemischidak obdan bilaman. Siz haqda meni harbiy zavodda ishlab tikan. Majburiy ishlatib tikan deb qo'ying. U yerda minglagan odam ishlayotsa, kimni tunaydi? Mush yerdan bir necha yuz metr pastga tushsakla kan quduqqa chiqamiz. Quduqning ichida yotganlarning hammasi arxiv amrini yasashga qatnashganlar ekan. Ya shu ambar bilan aloqasi bor ekan. Shuning ichida faqat Malik Vishniskil omon qolgan. Qarg'anda arxiv amirga ichidan kirmasak bo'lmag'idek. Unda qilaman desangiz kan quduqqa tushib tugishsiz. Elektronlik uskunaga taqobil turishda Boris bilan ishimiz bo'lsaqla bo'ldi. Ahvoldan qaraganda harbiy jihatda zo'r burilish bo'ldigandek turdi. Birinchidan yuqorining telegram orqali bergan yo'l yo'rg'ida vazifani o'rinlash vaqtini nachin tutish ko'rsatilgan. Ikkinchidan SSchilarning favqulodda qo'mondonlik shtabi muhim yig'in ochdi ekan. Renat shundoq dedi. Yig'in boshlandi-ku deyman. Dushman bu qitimqi yig'inda vaziyatni tafsiliy muzokara qilishdan boshqa yana jiddiy ahvolga duch kelganda qo'llanilgan tadbirlarni bekitishi mumkin. Renatning aytishicha dushman chekinishdan burun keng ko'lamda buzg'unchilik qilishni planlab o'tibdi. Bundaqda arxiv amirga xatar yetirganda. Menimcha shundoq. Ular arxivni ko'ydirib o'tishi yoki yo'tkitishi mumkin. Ko'ydirib o'tishi mumkin emas. Oldingi hisobdan qanday bo'lishidan qat'iy nazar arxiv ular uchun intayin muhim. Balkim yo'tkitishi mumkin. Mashina bilan yo'tkitsa. Biz Polsha partizanlari bilan Vodovitsni paylab turib, ularni o'qitaylik. Sizningcha shunda qasammidi? Agar dushman arxivni jazma yo'tkaydigan bo'lsa, birovning yo'tkishi mumkin. Tapancha bilan xanjarga tayinib uni vayron qilish mumkin emas-da. Men bunda o'ylayapman. Qarg'anda muhofazachilar tarmoqdagi suqunib kirmasak bo'lmag'idek. Uya kirish tas emas. Ish qilib uyatilar bir-birini tonimaydi-da. Andaq siz sanatoriyalariga berib harbiy doktorxonaga tanishtirishni qo'lga tushiring. Rovi professordi. Doktor Rovi dema. Oldirmanglar yo'ldoshlar. Bu ishni obdarab o'ylashmasak bo'lmaydi. Eneri to'g'ri aytdi. Birimiz ichidan harakat qilmasak bo'lmag'idek.
Arxivni kan quduğundan əp çıxışqa to'g'ri keladi. Agar oldi ishdan əp chiqimiz desak, necha 10 qarovuldan o'tish kerak. Bu faqat mumkin emas. Bu bir bema'nilik. Kan quduğundan chiqishning o'zimi bir bema'nilik. O'z vaqtida Malikmi qarg'u chachqan o'xshash yana ko'lab chiqqan. U to'piq to'shib ketgan xon yo'l tursa yo'ldoshlar. Malik qaytib chiqqan va eliq qilchaq uchrashgan joyni sizib berdi-ku. Bu yerni topmoqmi oson. Mashina bilan 30 minutda bog'li bo'ldi. Undaq bo'lsa, avval shu xon yo'lini topgandan keyin birini deyishaylik. Qachon mangimiz? Hozirla, qarang'i chiqish berib olaylik. Siz kech soat 10da samonliqqa berishingiz kerak. Yeliq qiz axborot yetkazib berishi mumkin. Soat 10 ga ulgurib kelgil bo'ladi. Menimcha avval xon yo'lini tepib, ondan maslahatlasak mumkin. Mening taklifim eng yaxshisi ishidan kirib baqay. Bu fikringizni qabul qilishga bo'ladi. Yanik bilan ishkanglar vodotesdagi muhofazachilar qismining normal faoliyatini kuzatgach, yana ularning qo'z almashish usulini uqib beqanglar. Kim? Men, Lux. Bizning bu yerda kunduz ish taqamaymiz. Muhofazachilik tuzumi mo'chin. Hamma yerda qatma-qat post, qorada minomyot, o'g'izda pulemyotlar bor. Qo'rqishning g'ashti yo'q. Men Dodijonning sizning soat 8:20 ga qadaq taklif qilganligini yana bir qitim deb qo'yay deb kelgandim. Malikning degani bo'yicha bo'lganda, kon kan quduqdagi xon yo'li ostimizda qoldi. Biroq bu yerdan tövanga qanchalik cho'nqir ekanligini bilgan olmaydi ekan. Bu yerda qarovullar yoki chorlig'ichilar bo'lsa kerak. Men qarab boqay. Sizlar meni mushal saqlab turinglar. Keyin kelgan sizlarning lagranlar nerede? 2-chi ko'chada. Tamoqingiz ama? Ketamsizlar? Yo'q. Davolash uskunalari ambarda yana 3 kun posturilgan bo'ldik. Aldan sep ko'ramsizlar? U yerga bormay, nega boratdik? Qanday bo'ldi? Ta'limimiz bor ekan. Post almash qilmayapti. Ular meni tunib qoldi. Siz ularning orqasidan mengin. Agar ham ish joyida bo'lsa, almashgan muhofazachilar yarim soatdan keyin oldin hisobga mangdi ekan. Hech qanday shap yo'q-ku. Qiziq ish. Biz boshqa yerga kelib qoldikmi? Balkim dushman bexatar chaqlab post qo'ymagan bo'lsa kerak. Undaqda ishga diqqat qilmaydi.
Muş çoqudun ötsek. Uya aşıcılığı da. Bu yak kelinglar. Yak bazaq eniq göründü. Rosla qattiq hayron qoldigan bo'ldi. Bizning topchi qismlarimiz dal o'ttirdan bosib o'tib, qon kechib yo'l echyotdi. Ruslanın tayyorligi qandaqroqdi? Manga akib berilgan telegrammada Ruslanning shiddat bilan ilgirlayotganligi yozilibdi. Demak, ularning Mo'shaga qarab kelayotganligi aniq. Siz bu telegrammani şifrga aylantirib evatib eting. Rahmat, Bazil. Yangi uyga ko'chib oldingizmi? Ko'chib oldim deyjan janoblari. Hammadan ko'chib oldim. Hammangizchi? Quduq tushgan toshdak jimitlik ketdi. Holidan xabar elayotman. Heliqi saltanat kiyimingizni tashlab o'tgansiz? Ko'ydirib o'tdim. Ichim echishlik etdi danga. Bo'pti, Bazil. Yuqori mansabga erishib qolasiz. Men sizdan nemishqi boshqa joyga ko'chmasam bo'lmaydiganligini so'rab baqadim. Bo'ldi, Bazil. So'ramayli qo'y. Men arxiv ambiriga berib, sizga ba'zi ishlarni aytmoqchi. Ta'xir qilib turing. Düşman qo'l silishdan ilgari arxiv ambirining mudofaasini kuchaytirish kerak. Kim harakat qilmoqchi? Partizanlarmi? Buzuq unsurlarmi? Ish chataq, Bazil. Chataqning cho'ng chiqadigandek qiladi. Muhofazat sistemasi karomat puxta. Chashqami kirolmaydi. Kirgandimi tirik chiqolmaydi. Eliq chiqish eg'izchi. U yerdan chiqish mumkin emas. Cho'qim musha. Malik Mumushan degandek qilgan. Undaqda bu yerda cho'qim xon yo'liga kiradigan bir yo'l bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda biror o'nkir yoki chiqish eg'iz bos bo'ladi. Bu yerda bir tosh bor ekan. Yani menga öğrendim. Ilim xili uzoq maqduq. Yana menga baqayli. Keyingi ochalg'ich berib baqayli. Doğru etipkensiz. Bu muhafazachilar davolash uskunalari ambiriga qarab o'tibdi. Arxiv ambiri qaraydiganlarni almashtiriblar vokzalga birib, oldingi safga evatib ekan. Buningda gap yo'q. Biz qaytamdik. Yo'q. Nishonga yaqinlashaylik. Amalga yaqinroq boraylik. Qo'ltiroq yo'rma o'tdi. Batareya tugabdi. Menda bor. Bak. İşimiz her halda
Oңushliq bo'lib o'tadi. O'ngishli bo'lyapti. Ham o'ngishli qayta alsak yaxshi bo'ladi. Chataq yo'q. Biz har bir achalga belgi qilib qo'ydik. Bu yerdan endi o'tkil bo'lmag'idek. Ernest, ne varsiz? Asosli xon yo'li mushu bo'lsa kerak. Bu yerda taqrirlisim bor ekan. Çarlaş ahırlaştı, endi qaytaylı. Ben mi qo'shilaman? Birinchi qitimda kan qudug'ini topganligimizning o'zimi nihoyat zo'r natija. Sistemlik tekshirib chiqish uchun og'am kelib, belgi qo'yib maqsaq bo'g'dak. Ernest, chorlash oxirlashdi. To'xtab turinglar. Endi uqdim. Ernest, bugunchi bo'ldi qilayli. Tepildi. Cho'qim topdim. Birdan turib turinglar. Bu yerda simbada qiladi. Yaqin kelmanglar. Sizlar gap qilyaptimi? Yaqin kelmanglar deyman. Bu yerda meni va'da qiladi. Nimikan Ernest? Bu bir xil yangi tipdagi mina ekan. Turib turing. Biz mi boraylik? To'xta. Kelmanglar, yaqin kelmanglar. Bo'ldi qiling Ernest, qaytib keling. Endi menish mumkin emas. Bu chotma mina ekan. Tozimi yomon to'zaq ekan. Nazik pilti bekitilgan bundaq minani men zodili ko'rib boqmabdi ekanman. Shanway, siz avval chiqayni ichib baqqan. Mana ichiyotaman. Oz qoldi. Ernest! 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 Shanway! Anlayapsınız siz?